Jo'jalar immuniteti tushib qolib, o'lib qotgan bo'lsa, shu videoni oxirigacha ko'ringlar. Xudo xolasa ma'lumot foyda bo'ladigan umiddaman. Xo'p, jo'jalar immuniteti tushib qoldi. Bu tasavvur 100 ligidan berasizlar. Suvga qo'shib berasizlar, 1 grammini 1 litr suvga. Instruksiyalar bor. Buni hammasini men Telegram kanaliga joylab boraman. Telegram profili shapkasida. Trivitan bu Ukrainaning mahsuloti A, D3, E vitamin komplekslari bunda mavjud. Bu yog' bo'ladi. 1 kilo yemiga 3 yoki 4 gram, uzog'i 3 gram qo'shib berganinglar bu yaxshiroq. Fonning instruksiyalarigacha qo'yib qo'yilgan. Men buni Telegram kanaliga tashlab yuboraman hali. 10 kun mana shu ikkalasini berganlardan keyin sizlarga hech qanaqa chik tonik, hech qanaqa boshqa dorilar kerak bo'lmay qoladi. 10 kun berganlardan keyin aslida 2F vitaminini bersanglar, bu sizlarni jo'jalarning yanada sog'lom o'sishiga bu kompleksli vitamin hisoblanadi. Immunitetni yanada mustahkamlab, kasalga juda ham chidamli qilib boradi. Akalar, ma'lumot foydali bo'lsa, obuna bo'lishi hamda shunaqa jo'jalar boqayotgan tanishlarga jo'natib qo'yish esdan chiqazmaydi. Telegram kanaliga ham o'tib qo'yinglar, yo'dan foydali ma'lumotlar hamda oldi sotdilar bo'lyapti. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastki nomerga murojaat qilib maslahatlashsangiz bo'ladi. Joninglar sog' bo'lsin, charchamlar, fermeriga Alloh baraka bersin. Ozgina bo'lsa ham foydalanib bergan bo'lsa, men har doim xursandman.